Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz JavaScriptni nafaqat dasturlash tili, balki kuchli matematik dvigatel sifatida ko'ramiz. Har qanday dastur, xoh u bank ilovasi bo'lsin, xoh o'yin bo'lsin, hammasi hisob-kitob ustiga qurilgan. Bugun biz sonlar bilan qanday o'ynashni, qisqa yo'llar bilan kod yozishni va eng asosiysi JavaScriptda ko'pchilikda adashtiradigan nozik joylarni o'rganamiz. Keling avval maktab darsigidagi amallarni kodga o'tkazamiz. Lekin diqqat qiling, biz hozir foiz belgisini ishlatamiz. U foiz emas, balki qoldiq uchun ishlatiladi. Endi misoldan boshlaymiz. Endi buni Google'da chiqtisini ko'ramiz. Google'da konsolda. Ko'rganlaringdek bu yerda 19 javobi chiqdi. Endi xuddi shuni ayirish o'tkazamiz. X minus y bo'ladi va buni yopamiz. Javob 11 chiqadi. Ko'rganlaringdek ayirishda javobimiz to'g'ri chiqdi. Endi ko'paytirishni qilib ko'ramiz. Ko'paytirishda 60 chiqish kerak. Ko'rganlaringdek oxirgisi bo'lishni ishlatamiz. Bo'lish uchun bizga ko'rganlaringdek 375. Endi qoldiqli bo'lishni ko'rib chiqamiz. Qoldiqli bo'lishni qanday qilamiz? Alohida yozyapman. Konsollik qoldiq deb yozamiz va x ga foiz beramiz. Bu foiz emas, bo'lish, ya'ni qoldiqli chiqadigan bo'lish JavaScriptda. Endi javobni ko'ramiz. Ko'rganlaringdek javobimiz 3 chiqdi. Endi darajasini ko'ramiz. JavaScriptda darajani ham ko'rsa bo'ladi. Daraja uchun 2 marta yulduzcha qo'yamiz. Ko'rganlaringdek daraja 225 chiqdi. Ya'ni 15 ning kvadrati chiqdi. Qoldiqli bo'lish foiz dasturlashda juda muhim. Masalan, sonni 2 ga bo'lganda qoldiq 0 chiqsa, bu juft son. Agarda 1 chiqsa, to'q son ekanini bilib olamiz. Bu bizga filtrlash tizimlarida juda kerak bo'ladi. Endi kodni qisqartirishni o'rganamiz. Hozir bu yerda juda chalkash va ko'p kod bo'ldi. Har safar x barobar x plus 5 ni o'rniga deb yozishni zerikarli. Dasturchilar buni qisqa yo'l bilan yozishadi. Endi qisqa yo'lni ko'rib chiqamiz.
Bu yerda chiqisini ko'ramiz. Ko'rganlaringdek balimiz 15 bal chiqdi. Chunki faqat konsolda tepadagini ishlatdik. Hozir to'g'rilagan taqdirimizda endi bu operatorlar kodni o'qishni osonlashtiradi. Masalan, plus barobar operatorni nafaqat sonlarda, balki matnlarni bir-biriga ulashda ham ishlatsa bo'ladi. Endi block instrument, ya'ni ikkita plus va decrement, ikkita minuslarni ko'rib chiqamiz. Tilim uncha yaxshi kelishmadi ingliz tiliga. E'tibor bermisizlar. Eng ko'p ishlatiladigan operator bu bizda ko'rganlaringdek ikkita minus, bittaga oshirish yoki bittaga kamaytirish. Bittaga oshirish xuddi shuni bunaqasi, ikkita plus, ikkita minus. Bu ayniqsa skill loop mavzusiga kerak bo'ladi. Endi bunga ham kichik misol yozamiz. Bu yerda nolimiz 1 ga ko'payadi. Konsolga yozmadik buni. Endi ko'rganlaringiz 2 ga ko'paytirdik, oshadi, yana 1 ga oshadi. Endi konsollik bilan chiqishni ko'ramiz, nima chiqar ekan. Count deb yozamiz. Bu yerda count chiqaramiz. Ko'rganlaringdek bu yerda 2 chiqdi. Bu yerda chunki 2 marta qildik. Masalan, bittasini olib tashlasak 1 chiqish kerak. Ko'rganlaringdek 1 chiqdi. Ya'ni ikkita plus belgisi ishlayapti. Endi ikkita minus o'tamiz. Buni qanday qilamiz? Bu yerda xuddi shunday count ishlatamiz va ikkita minus qo'yamiz. Bu hozir 2 turibdi. Buni biz 1 ga kamaytiryapmiz. Konsollog countdan keyin deb yozaman, sizlarga ko'rinsin ishlash. Bu yerda countimizni yozamiz va ko'ramiz. Ko'rganlaringdek count 2, countdan keyin 1 tushdi. Bu countlar ehtiyot bo'ling. Count plus plus post increment va oldida masalan bunaqasi ham yo'llaringda chiqishi mumkin. Xuddi shunday buni chapacha chiqishi mumkin. Bu pre-increment farqi bor. Biri avval ishlatib keyin oshiradi, ikkinchisi avval oshirib keyin ishlatadi. Orasidagi farq. Xuddi minus minuslar ham xuddi shu sistemada ishlaydi, ya'ni mantiqda ishlaydi. Matematikada kabi JavaScriptda ham ko'paytirish qo'shishdan oldin bajariladi. Qavslar orqali tartibni o'zgartirishimiz mumkin. Endi shunga ham bitta kichik misol qilamiz. Masalan, natijaga 5 ko'paytiraylik, buni qisqa chiqsin 2. Bu yerda 20 chiqadi. Chiqish kerak. Aniq natija deb yozamiz. Alohida let beramiz. Qavs orqali ishlayapmiz, ko'paytiramiz 2 ga. Endi buni xuddi shuni konsolga yozamiz. Ya'ni konsolda ko'rishimiz uchun. Bu yerda 5 ni bu yoqqa qo'yganimiz uchun qavs bu string bo'lib qoladi. Javob 105 chiqish kerak. Yana bitta konsol ochamiz. Bu yerda xuddi shunday 10 minus javob ochib qilsak chiroyli ko'rinadi. Hozir hammasini farqini konsolda ko'rasizlar.
va bu yerda natijani ko'ryapmiz. Ko'rganlaringdek natijamiz bunday. Qarang, bu yerda qo'shish operatori matnni ko'rsa hammasini matnga aylantirib yuboradi. Lekin ayirish va ko'paytirishda JavaScript matnni songa aylantirishga harakat qiladi. Bu juda ko'p xatolarga sabab bo'ladi. Bu xuddi shunday aralashgan matn yoki shunga o'xshagan misollarda proyektlar qilsa bo'ladi. Yana bu algoritmlar tushunganlaringdek. Bu ozgina hozir ko'zlaringga qiyin bo'lishi mumkin, lekin kelasi darslarda algoritmani yaxshi tushunib olamiz. Bugun darsimiz ancha intensiv bo'ldi. Keling, o'rganganlarimizni bitta masalada ko'ramiz. Kichik amaliy masala qilamiz. Tasavvur qiling, biz do'konda savdo qilyapmiz. 3 ta mahsulot oldik, ularga %10% chegirma bor. Xuddi shu dasturda qilamiz. Kichik loyiha. Hammasini o'chirib tashlayapman. Masalan, birinchisi 15 ming bo'lsin. İkincisi 25 qilaylik. Yani bu yerda 10%'ni olyapmiz. Jami minus chegirma. Ko'rganlaringdek 10%. Endi shularni konsolga yozamiz. Endi shularni hammasini konsolimizda ko'ramiz. Bu hozir P1, P2 pushlarni bir-biriga bu yerda jamini qo'shdik va bu yerda chegirmani oldik. Endi hozir natijani ko'rasizlar. Natijani ko'rganlaringdek jami 50 ming so'm bo'libdi va bu yerda ikkinchi matnimiz chiqdi va to'lov uchun 45 ming so'm, ya'ni 10% chegirmasini olib qoldi, ya'ni 5 ming so'm chegirma. Bu shunday kichik loyiha bo'ldi. Bugungi dars shuncha. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda JavaScript davom ettiramiz. Hali qiziqarli mavzular, kichik va katta proyektlar qilamiz, loyihalar. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha xayr. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, videolarga like bosib qo'yasizlar. Keyingi darsda ko'rishamiz.